birinchi section, ikkinchi lesson. Candle 2 closure, reversal candle closure. Bu model ichida e'tibor qaratiladigan ikkita swing formationdan birinchisidir. Hop. Candle 2 bullish misolida birinchi candlening low'ini olib va birinchi candle low'idan yuqorida yopiladi. Ya'ni birinchi candle mana bor bizada, ikkinchi candle low'ini yechyapti va low'idan tepada, ya'ni birinchi candle range'ini ichida yopilishi. Bearishda esa birinchi candle mana bearish bor, ikkinchi candle low'ini high'ini sweep qilyapti va birinchi candle range'ini ichida yopilyapti. Valid ikkinchi candle yopilishi bilan, ya'ni valid degani birinchi candle range'ini ichida yopilsa, yopilishi bilan uchinchi candlening harakati expansion kutiladi. Ya'ni valid bo'lgandan keyin, birinchi candle range'ini ichida yopilgandan keyin uchinchi candle expansion harakati kutiladi. Uchinchi candle kuchli bearish yoki bullish yopilsa, ya'ni mana bullish va bearish yopilsa, to'rtinchi sham davomiy, ya'ni continuation bo'lishi ehtimoli yuqori. Mana candle 1, candle 2 bizada range ichida yopilgan, sweep qilib, uchinchi candleda biza expansion ko'rdik, to'rtinchi candleda biza continuation kutamiz. Continuation bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu bearish trendda ham xuddi shunaqa. Birinchi candle, ikkinchi candle sweep, uchinchi candle expansion, to'rtinchi candle continuation. Shu darslik. Keyingi darsda ko'rishguncha.